Assalomu alaykum yana bir bor aziz kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz, qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun kattadan katta rahmat. Men yana bitta narsani aytmoqchiman, katta ishga qo'l urmoqchiman. Men o'zi masalani 1 yil oldin qilmoqchi edim. Surilib mana shu bugunga kelgan ekan. Ya'ni sklerozlashgan panensefalit kasalligiga uchragan bolalar va nobud bo'lgan bolalarning aksariyati dori-darmon qimmatligi sababli ota-onasi o'sha dori-darmonni ola olmasligi, moliyaviy jihatdan bu kasallik juda ham qimmatligi sababli qiyinchilikka duch kelyapmiz. Endi 1 yil oldin O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga borib, ushbu panensefalit kasalligiga uchragan bolalarni nodavlat, notijorat jamoat fondini tashkil qilish bo'yicha men mutaxassis bilan gaplashganman. Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan ushbu fondni tashkil etish uchun ustav shakllantirish kerak. Ustav 190 million atrofida. Eng kam bazaviy miqdori 500 minimalniyda 187,5 million va davlat boji bilan 190 million mablag' bankdan hisob raqamiga qo'yib ustav fondi shakllangandan keyin ushbu fond tashkil topadi. Fond tashkil topgandan keyin biz nimaga erishamiz? Birinchi bo'lib status beriladi, ya'ni sklerozlashgan panensefalit kasalligiga uchragan bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi yuzaga keladi va xalqaro va davlat tadbirlarida ushbu kasallikka chalingan bolalarni davolashda davlat grantini yutish, xalqaro grantlarni yutish imkoniyati paydo bo'ladi. Men ushbu kasallikni moliyaviy tomonidan davlat byudjetidan ta'minlash uchun O'zbekiston Respublikasining hamma tashkilotiga ariza bilan murojaat qilganman. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi, Bosh prokuratura, ombudsman, Oliy Majlis deputatlari, senatorlari va hokazo. Men keyin xalqaro tashkilot UNICEFga murojaat qilganimda, bolalar salomatligini qo'llab-quvvatlash xalqaro tashkilotida o'zida ham muammosi vujudga kelganligi, AQSh prezidenti o'sha Donald Tramp ushbu UNICEF tashkilotini 30% budjetini shakllantirib berar ekan. Oldingi yildan boshlab umuman pul bermayotgan ekan. Shu sababli ulardan ham rad javobini oldik va qaror qildikki, ushbu fondni tashkil etish zarurligi, shartligini bildik. Bunda sizlarni ko'magingizsiz buni tashkil qilib bo'lmaydi. Yana bir narsa, bu fondni tashkil qilishda menga turtki bo'layotgan insonlar bor. Menga telefon qilib, tinmay shu fondni tashkil qil, bolalarni ahvolini ko'rib turibsan, juda ham og'ir, ularning ota-onasiga og'ir, shart-sharoitini yaxshiroq tushunasan, bilasan. Mana 10 mingta auditoriya shakllanibdi. Xudo xolasa bundan ham ko'p shakllanadi. Olib chiqayotgan muammoyim juda ham dolzarb, bolalarning hayoti bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Men o'zim yordam beraman, o'zim qarashib boraman deb aytayotgan tanishlarimiz juda ham ko'p. Bulardan avvalambor Alloh rozi bo'lsin. Shu ishga undashayotganligi uchun qo'lidan kelgancha harakat qilib yordam beraman deganligini o'zi katta natija men uchun. Shu sababdan sizlardan shu fondni tashkil qilishda yig'iladigan mablag'ga yordam berishingizni so'rayman. Zero arzimagur deb bilgan ihsonimiz, bergan yordamimiz Allohning arshida, Allohning dargohida qanaqa kattaligini biz bilmaymiz. Ertaga oxiratda biz yana tarozimizga bosib ketadigan amal bo'lishi mumkin inshaalloh. Chunki siz qilayotgan bu yaxshiligingiz bolalarning hayotini saqlab qolishiga xizmat qiladi, Xudo xolasa. Shuning uchun sizlarga shu narsani aytib qolaman. Bu birgalikda bu fondni tashkil qilamiz. Birgalikda tuzamiz. Bolalarning hayotiga befarq bo'lmaganingiz uchun kattadan katta rahmat. Ko'pchiligiga tarqating. Manfaatli bo'ladi. Ajrga, savobga sherik bo'lib qoling. Rahmat kattadan.